Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzumiz eng katta umumiy bo'luvchi, ya'ni biz qisqa qilib aytganda EKUB. Biz yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan safargi savol-javobni aytib o'taman. Bu savolni qanday tuzgandik? O'tgan mavzumiz nima edi? Nima haqida bo'lib o'tdi? Qaranglar, tub sonlar qatorini yozib ko'ramiz. Tub sonlar qatori 1 nechidan boshlanardi? 2 dan boshlanardi. Keyingisi 3, keyingisi 11. To'g'rimi? Qaranglar. Men xuddi shu sonlarni o'rniga ko'paytirib bergandim. Bu nechinchida turibdi? Birinchida. Buchi? Mana 28 bo'lib turadi, mana 15 bo'lib turadi, mana bu 6 bo'lib turadi, mana 2 bo'lib turadi. Demak, keyingisini topadigan bo'lsalar necha bo'lar ekan? 55. Savollar bormi? Yo'q. Kim tushunmadi? Tushundilaringmi menimcha? Oddiy narsa edi. Bugun ham mavzuga doir beraman. Xo'p. Boshladik. Eng katta umumiy bo'luvchi. Buni biz nima uchun ishlatamiz, o'quvchilar? Hamma ruchkalarni qo'yinglar, yozmanglar hech qanday. EKUBni biz quyidagicha narsalar uchun ishlatamiz. Masalan, kasrlar mavzusini o'tamiz keyingi mavzularimizda. Mana shu kasrlarni biz qisqartirishda EKUBdan foydalanamiz. Tushunarli-a? Xo'p, EKUB topishda hozirgacha bir nechta usullari bor. Men sizlarga har bittasini ko'rsatib beraman. Kimga qaysinisi ma'qul bo'lsa, o'sha yo'ldan topaveradi. Kelishdikmi? Hozircha 3 ta yo'lini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, birinchi usuli ikkita son uchun topaylik. Masalan, aytaylik. Xo'p. 60 bilan 50 ni olaylikmi? Bo'pti. Demak, 60 bilan 50 ni olamiz. Birinchi bo'lib, masalan, 60 bilan 50 bo'ladigan bo'lsa, qarang. 60 deymanda 60 ta bo'luvchilarini yozib chiqaman. Necha bu? 1, keyingisi 10, keyingisi 12, keyingisi 15. 15 dan oldingisi yo'q-a? Yo'q. Hop, keyingisi 20, keyingisi 30, keyingisi 60. Endi 50 nikini yozib chiqamiz o'quvchilar. 50 niki 1, 2, 5, keyingisi 10, keyingisi 25, keyingisi 50 de bo'lsa, endi ikkoviga EKUB topyapmiz. Bu bunday qilib yoziladi o'quvchilar. K, U, B topyapmiz. Nimalar uchun? 50 va necha uchun? 60 uchun. Mana bunday qilib yozasizlar. Keyin qaranglar. Ikkovida ham bo'luvchilar orasida bir xillari necha? Bir xil. Bundan kattasi 2 bor, yanachi 5 bor, 10 bor. Ana, endi bu degani eng katta umumiy bo'luvchi. Ikkalasida ham bor, lekin eng kattasi nechi? 10. Demak, bular EKUBi necha bo'lib chiqar ekan? 10 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Endi qarab turinglar o'quvchilar. Bu birinchi usul edi. Bu usul bizga qayerlarda oson, kichkina sonlarda oson ishlash. Lekin masalan sizga tasavvur qilinglar, 2025-yillar 2024-yilnikini yoki bo'lmasa masalan 2025 bilan 2030 sonini umumiy bo'luvchisini toping. Uni bo'luvchilar yozib chiqquncha bilasizmi? Ancha vaqt oladi. Bu yo'l uchun nima qilmaydi? To'g'ri bo'lmay qoladi. Endi biz keyingi usulni o'rganamiz. Birinchi usul tushunarlimi? Endi ikkinchi usul qaraylik. Hop, pastga yozib qo'yaman, ikkinchi usul. Ikkinchi usul o'quvchilar biz juda ko'p marta foydalanamiz, juda ko'p qo'llaymiz. Masalan, EKUB topyapmiz necha uchun? 50. EKUB topyapmiz 50 va 60 uchun. Mana shu ikkala sonni tub ko'paytuvchiga ajratamiz o'quvchilar. Qaraylik. 50 ni tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 2, 25, 5, 5, 5, 1. To'g'rimi? 60 ni ajratamiz. 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. To'g'rimi? Qaraylik. 50 nimaga teng ekan? Yozib olaman. 2 dan nechta? 1, 5 dan 2. Hop, 60 nima ekan? 2 dan 2, 3 dan 1, 5 dan 1. Qaraylik. Oxiri nima bilan tugayapti?
B bilan tugayapti, to'g'rimi? E kub B'dagi B bilan tugayapti. Bu degani, hop, bir xilini belgilab olaman. Bir xili nima ekan? Men albatta sizlarga tushunarli bo'lsin deb chizyapman. Chizish o'zi shart emas. Ikkini birinchisi bilan ikkini ikkinchisi ekan. E kub B oxiri B bilan tugaydi. Bu degani keyingi mavzuda e kubni ham o'tamiz-da, farqlab ketaylik bu. E kub B oxiri B bilan tugaydi. Bu degani bola degani. Tushunyapsizlarmi? Bola degani nima degani? Kichkina degani. Demak, bir xilining darajasi kichkinasini olamiz. Ikkini birinchisi kattami, ikkini ikkinchisimi? Ikkini ikkinchisi katta. Demak, biz ikkini nechinchisini olamiz? Ikkini birinchisini olamiz. Ko'paytiruv. Yana bir xili bormi? Xuddi shunaqa, ana. Bunda ham xuddi o'sha 5 ni birinchisi. 2 ni 5 ga ko'paytirsa nechi? 10. Mana yana ikkinchi usul. Tushunarlimi? Bu usul juda ixtiyoriy sonlar uchun ham o'rinli bo'ladi. Juda ko'p ishlatamiz. Endi yangi usul o'rgataman sizlarga. Qarab turamiz. U bundan ham osonroq, lekin siz agar jicha chalg'iydigan bo'lsangiz, adashib qolishingiz mumkin. Hop, uchinchi usul. Qaraylik. Uchinchi usul. Bu 50 bilan 60 shunchaki yozib olamiz. Qaraylik. 60 50. Yonma-yon. Orasida jicha joy. Va bularni o'quvchilar. 2 o'ni ham bo'linadigan so'z. 2 o'ni ham nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi, to'g'rimi? Men 2 yozyapman shu 5. 5 ga bo'lsam nechi chiqar? Oldin yozib olaylik, chiqarsa. Bu nechi? Buchi 10. Endi 12 bilan 10 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi, to'g'rimi? Bu 5 qoladi, buchi 6. 5 bilan 6 yana birinta songa bo'linadi. Bo'linadi, 1 ga bo'linadi, lekin biz 1 ni olmaymiz. Qaranglar. Mana bu tarafda qolgan son borki, mana 5 bilan 2. Mana shularni ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni buni e kub topsak, e kub bo'ladi. Nechi bilan nechi ekan? Ko'paytirsiz. Savol bormi? Bundan ham oson. Faqat mana bu yerda sonlarni bo'lishda adashmasangiz bu. Savollar bormi? Mana sizlarga 3 ta usul. Endi kitobdagi berilgan misollarda yechamiz. Nechi bo'ladi 6 bilan 8 ga bo'linadigan eng katta umumiy son? Aha. E kub B deyapti. Bilmayapsizlar. 6 to'rtga bo'linadi. Kichi? 2 ni o'zi bo'ladi. Bo'ldi. Nima? Hayrat. 28 dan 42 gachi. Ikkinchisida. Tushunamang. Ishlang allaqangi usul bo'yicha. Qaranglar, o'zim ishlab beraman. Ikkinchisi. Ko'paytiruvchi ajratib usuldan ishlayapman. Yo, nargindan ishlayman umumiy qilib. Uchinchisidan ishlab qo'ya qora-ya. Bilmasam, ko'ramiz. Qaraylik. Bu ikkovi ham xohlagan soningizga bo'lishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Masalan 7 ga bo'lyapmiz. 7larni 7 ga bo'linar ekan bu. Demak, mana 4 chiqadi, bu 6 chiqadi. 6 bilan 4 yana 2 ga bo'linadimi? Bu 3 qoladi, buchi 2. 2 bilan 3 bo'linmaydi, shuning uchun mana ularni ko'paytiramiz. Necha ekan demak? 14. Savol bormi? Oddiy. Endi 6-si. Bu son qaranglar. Xoh 3 ta uchun, xoh 4 ta uchun farqi yo'q. Tushunyapsizmi? Savol bormi? 42 dan 28 yo'q, u ayirish qo'shish yangi usul yaratmanglar. Tushundingizmi? U bir marta shundan kelishi mumkin. Mana misol mana boshqalarda to'g'ri kelmaydi. Tushunyapsizmi? Hop, 6-sini ko'ryapmiz. Qaranglar 6-si. 88 220 va 308. Mana usuldan foydalanaveryapman. Tushunyapsizlar? Qolgan usullardan foydalanaverasizlar. Qolagan usullar. Faqat mana birinchi usulcha oson, lekin buni jadval ko'rinishida ham ifodalasa bo'ladi o'quvchi. Jadval qilib turib birinchi bo'luvchilar tepaga, keyingisigini pastga yozib turib, va hop. Demak, buni nechiga bo'linadi hammasi? 4 ga bo'linsin. Hop, bu 22. Buchi 55. Buchi 30 ichida 7 ta ko'rasiz, 28 ichida 7 ta ko'rasiz.
Bular hammasi nechaga bo'linadi endi? 11 ga bo'linadi. Bu 7 qoladi, bu 5 qoladi, bu 2 qoladi. Demak, mana ularni ko'paytirsangiz necha chiqadi endi? 44. Javob necha ekan demak? 44. Savol bormi? Yaxshi. Endi 7-sida bizga aytayotgani daraja usulidan foydalan deyapti. Majbur deyapti bunaqangiz. Xo'p. 7 ga qaradik o'quvchilar. 7-si A beryapti-kan, A ning qiymati nimaga teng ekan? 2 ning kubi ko'paytiruv. Maytda ham 1 bor degani, eslangdan chiqarmanglar. B nimaga teng ekan? 2 dan bitta 5 dan bitta. Bizga deyapti-kan, E kub toping deyapti. Yo'q, A bo'lingan emas, A nuqta virgul bu. Ya'ni A va B sonlari uchun E kub toping deyapti. Hozir buni A ni oldi hisoblab chiqib, B ni hisoblab chiqib, mana bu usulga qo'ygandan ko'ra, mana bu ikkinchi usuldan foydalanganim oson, to'g'rimi? Bir xili bormi ekan unda? 2 ni birinchisi bilan 2 ni uchinchisi, to'g'rimi? Umumiysi 2 ni birinchisi, to'g'rimi? Ko'paytirib. Keyingisi nima bo'ladi, Amidaxon? 3 ta birinchisi. Aha. Shahinaxon. Birinchisi. Agar ikkalasida ham bir xil bo'lib qolsa, bittasini olaverasizlar. Kelishdikmi? Endi mana ko'paytiramiz. 30 bo'ladimi? Demak, buni 2 bo'lsa nechiga teng ekan? 30 ga. Savol bormi? Xo'p, 9 gacha shunaqa ekan. 10-si. Quyidagi juftliklarning nechtasining E kubi 8 ga teng? A bilan B ga E kub, A bilan B ga shularga E kub topib chiqasizlarda, qaysilarga 8 esa shularga kelasizlar. Tushunarlimi? Xo'p, 11. Elbekda 16 ta ayiqcha va 24 ta mashina o'yinchoqlar bor. Bu o'yinchoqlarni o'rtoqlarining har biriga teng miqdorda ayiqcha va mashinalarga bo'ladigan qilib bo'lib bermoqda. U eng ko'pi bilan nechta o'rtog'iga o'yinchoq bera oladi deb qo'ydi. Xolasangiz o'sha usuldan foydalaning, xolasangiz bu. Ya'ni 16 bilan 24 ga E kub toping deyapti-da. Tushunyapsizmi? 8 chiqadi. To'g'rimi? U nariginga 3 tadan beradi, 24 taligini 3 tadan tarqatadi, 16 taligini nechtadan tarqatadi? 2 tadan. Tushunarlimi? Xo'p. 13, 14, 15 bir xil hammasi. Xo'p, 15. To'g'ri to'rtburchak shakldagi maktab bog'i atrofida oralaridagi masofa bir xil bo'lgan chiqindi qutilar joylashtirildi. Natijada bog'ning 4 ta burchagiga ham chiqindi qutilar joy oldi. Agar maktab bog'ining bo'yi 80 metr va eni 96 metr bo'lsa, chiqindi qutilar orasidagi masofa ko'pi bilan necha metr bo'lishi mumkin? Ikkoviga E kub to'g'rasizlar. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi. Bu ham shunaqa ekan, 16 ham. Xo'p, 17. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari 48 va 64. To'g'ri to'rtburchakning bir xil kvadratlar yordamida to'liq qoplandi. Kvadratning tomonining uzunligi ko'pi bilan necha santimetr bo'lishi mumkin? Bu ham xuddi shunaqa. Tushunarli, ha? Shu faqat boshqacha yo'l bilan sizlarga masala ko'rinishida beryapti xolos o'quvchilar. Xo'p. 18. Shahar markazida joylashgan bo'yi 135, eni 150 metr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi bog'ning atrofi oralaridagi masofa bir xil bo'lgan yorug'lik lampalar bilan yoritildi. Bunda bog'ning 4 tala burchagiga ham lampalar o'rnatildi. Agar har bir lampaning narxi 15 dollardan bo'lsa, qancha lampaning narxi eng kamida necha so'm bo'ladi deyapti. To'g'rimi? Xo'p, endi bunda nargini farqi o'quvchilar. Farqi quyidagicha bo'lyapti. Xo'p. Ikkalasiga kub topasizlar. Keyin nechidir chiqadi, to'g'rimi? Nechta lampani joylashtirgan topasizlar. Keyin 15 ga nima qilib qo'yasizlar? Narxini so'rayapti. Xo'p, 20. Farhod 70 kilogramm apelsin va 84 kilogramm olmani bir xil o'lchamdagi paketlarga mevalar turini aralashtirmasdan sotmoqchi. Farhod mevalarni sotish uchun kamida nechta paket kerak bo'ladi? Ha, xuddi shu. 21. Murod o'z uyiga olib boradigan yo'lning har ikki tomonni teng oraliqda boshlang'ich va tugash nuqtalari to'g'ri keladigan qilib daraxt ekdi. Yo'lning chap tomoni 36 metr, o'ng tomoni 40 metr. Agar
har bir daraxtni ekish uchun 5 daqiqa vaqt sarflagan bo'lsa, bu ishni necha daqiqada davom etgan? Ikkovi topib 5 ko'paytiramiz. To'ppa-to'g'ri. 22 ham shunaqa ekan, 23. 12 bilan o'zaro tub bo'lgan 20 dan kichik sonlar nechta? Mana buni nima qilib beraman? O'zaro tub sonlar degani qaranglar. 23 ga haqida tushuncha beraman. O'zaro tub sonlar degani o'quvchilar eshitamiz. O'zaro tub son degani qo'ying ruchkangizga. Birdan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. Savollar bormi? Ya'ni umumiy bo'luvchisi 1 bo'lishi kerak. Ya'ni e kubi 1 bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bu degani ixtiyoriy natural son, ketma-ket kelgan natural sonlar o'zaro tub son hisoblanadi. Masalan 5 bilan 6, 9 bilan 8 degandek. Tushunarli? Masalan men yozaman. 9 bilan 8 o'zaro tub. Nimaga unaqa deyapsiz domlalar? Siz 9 ni bo'luvchilarini ko'raylik. 9 ni bo'luvchilar 1, 3, 9. To'g'rimi? 8 ni bo'luvchilar 1, 2, 4, 8. Umumiysi faqat 1 da. Birdan boshqa umumiy bo'luvchi bo'lmasa, bu o'zaro tub son hisoblanadi. Tushunarlimi? 12 dan kichkina deyapti, 20 dan kichkina sonlar bilan nechta deyapti. Demak, birinchisi 1 bilan 12 o'zaro tub bo'laveradi, to'g'rimi? Demak, yozamiz. Xo'p, 23-sini ishlayapman. Qaraylik. 23-si. Xo'p. 1 bilan nechi? 12. Keyingisi 2 bilan 12 umuman olganda juft son bilan 12 bo'la oladimi? Yo'q. Juft sonlar hammasi nechiga ham qo'shimcha bo'linib qoladi? 2 ga ham bo'linib qoladi. Yaxshimi? 3 bilan bo'laladimi? 3 bilan 12 ham 3 ga bo'linib qoladi. To'g'ri o'zidan chiqib ketdi. 5 bilan 12 bo'la oladi, to'g'rimi? Keyingisi 6 bo'lmaydi, 7 bilanchi bo'lyapti. 8 bilan bo'lmaydi, 9 bo'lmaydi, 10 bo'lmaydi, 11. Chunki ketma-ket kelyapti. Savol so'rang, 12 bilan 12 bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, u bir xil. Nechta bo'luvchi bo'lsa, 2 12 ham bir xil bo'ladi. Keyingisi necha? 13 bilan 12. Keyingisi 15 bilan. Hop. Keyingisi necha bilan? 19 bilan 12. Ana. Soldirib qo'ydim, ha? 20 dan kichik deyapti, shuning uchun 20 ni olmayapmiz, ha? 7 bilan o'zaro tub bo'lgan 15 dan kichik sonlar nechta? Buni ham ishlayverasizlar, ha? Xo'p. 26. Bir xil raqamlardan tuzilgan barcha 3 xonali sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini toping. 26. Ishlaymiz. Bu aldanish savol so'rayman ular, qo'rqituvchi savol sizlar. Bir xil raqamlardan iborat deyapti. Ya'ni bu degani nima degani desalaring, mana bu savollarda deyapti. Nechi? 111. Ko'rinyaptimi bu men yozsam? Va hokazo 9. Hammasi nechiga bo'linadi? 111 ga bo'linadi. Demak, bularning e kubi nechi bo'ladi? 111 bo'ladi. Savollar bormi? Tushunarlimi? Keyingisiga o'tamiz biz. 27. A bilan 12 ga e kub topgan bo'lsa, 6 ekan. Ani qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. 27. Buni ishlaymiz, qaranglar. Xo'p, demak, e kub topdi. Nechi? A bilan nechiga? 12 ga. Javob nechi chiqibdi? 6 chiqibdi. Xo'p, endi A ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. Demak, A ni qiymati nima bo'lishi mumkin? A birinchi o'rinda 6 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Chunki 6 bilan 12 ga kub topsa 6 chiqadi-da. Tushunarlimi? Keyingisi necha bo'lishi mumkin? 2 bo'lishi mumkin. Yo'q, 2 bo'lmaydi. 6 dan katta son. 8 bo'lmaydi. 8 chunki 6 ni o'ziga ham daji bo'lmaydi-da. Shunday son o'yinglarki, qaranglar. 18. Xo'p, 18 ham bo'ladi, to'g'ri. Keyingisi nechi?
24 bo'lmaydi. Chunki 24 bilan 12 ga 12 ni o'zi chiqadi. Yana necha bo'lishi mumkin? O'ylanglar. Qani o'ylaymiz. 30? Nimaga 30 bo'lmaydi? 2 xonali deyapti-kan, demak 2 xonalini yuqoriga chiqib ketib qolmaymiz. 30 degan variant to'g'rimi, noto'g'rimi savol sizlar? Nimaga noto'g'ri, nimaga to'g'ri? 12 ga bo'linib qoladi. 30 bo'linmaydi. Demak 30 ni nima qilamiz aka? Keyingisi. Yo'q, e'tibor bergan bo'lsak, sonlarni nechaga orttirib boryapmiz? 6 ga orttirib boryapmiz-da. 36 lekin 12 ga bo'linib qoladi. Demak, uni olmaymiz. Keyingisi necha bo'ladi? 42 bo'ladimi? Deb qarasangiz, bu sonlar nechaga endi ortyapti? Keyingisi necha bo'ladi? 50. Keyingisi 66. Keyingisi 78. Keyingisi. Keyingisi. Bo'ladimi keyingisi? Nima bo'lmaydi? Chunki bizga 2 xonali degan. Bo'lmasa bu nima qilishi mumkin? Cheksiz davom etadi-da. Tushunyapsizmi? Xo'p, bizga shularni yig'inisini toping-da. Shular qo'shib qo'yish muammo emasmi o'quvchilar? Qolarsizlar qo'shishsizlar. 2 xonalisi 6 ni olib tashlaymiz, to'g'ri. 2 xonali degan uchun 6 ni kirgizdirmaymiz. Demak, bu yerda nechadan boshlanar ekan? 18. Hop, men o'chirib tashlayman, adashib ketib qolmaylar yozib turganda. Hop, demak, keyingisiga o'tamiz. Hammasini qo'shas ekanda, nima? Hammasini qo'shamizmi? Yig'inisini so'raganda, shuning uchun. Keyingisi ham xuddi shunaqa ekan. Hop. Undan keyingisiga ikkita songa ekib top deyapti-da, qo'shib va ayirib ber deyapti. 29 qaradik. Ekib topamiz. Nechiga? 25 bilan 45. Shuni qo'shamiz keyin nechiga? Ekib topar ekan 15 bilan 11 ga. Eshitga sig'dirib qo'ydim. Xo'p. Birinchi nargi usuldan foydalanib ketaveramiz. Shu usul osonroq, to'g'rimi? 25 siz ayirib o'zingizcha matematik yangilik kiritmagan sababingiz tushundingizmi? 5 ga bo'linar ekan. Bu 5 chiqadi, bu nechi? 9. 5 bilan 9 bironta songa bo'linadimi? Yo'q, demak umumiy bo'luvchisi nima ekan? 5 ta o'zi bo'laver ekan. Keyingisi 15 bilan nechi? 11 midi? 2 ga nechi? Bu qanaqa son? Savol. O'zaro to'pson. O'zaro to'psonlar uchun yozmang, qo'ying. 3 ga esa 1 bo'ladi dedim, to'g'rimi? Demak, bunisiniki 5 chiqdi, bunisiniki 1 chiqdi. 5 ga 1 da qo'shsak 6. Savollar bormi? Mana qolganlari ham xuddi shunaqa. Bittasida ayirib ber deyapti, bittasida ko'paytirib qo'y deyapti. Savollar bormi? Demak, mavzu o'quvchilar shundan iborat ekan. Demak, endi nima qilamiz? Vazifa deymiz va bugungi savolni beramiz. Vazifa o'quvchilar. O'quvchilar, yaxshilab tushunyapsizlarmi? Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Qiynalib qolasizlar aytib. Keyingisi ekukda o'tamiz. Bir-biri bilan chalkashtirib yuborasizlar agar e'tiborli bo'lmasangiz. Vazifa, uy ishi va test. Xo'p. Bugungi mavzuga doir bo'ladi. Sizlar ekub topib kelasizlar. Qaysi sonlar uchun? Aytaymi? Xo'p. Barcha tub sonlar uchun. Savol tushunarlimi? Barcha tub son. Bir xonali, mayli, 2 xonaligacha deylik, ya'ni 100 gacha bo'lgan
barcha tub sonlarga yaxshi topganlar jim turamiz. Videoni yakunlagandan keyin sizlar javoblarni eshitib ko'raman. Xo'p, o'quvchilar, mavzu bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Savol bo'yicha-chi. Demak, 100 gacha bo'lgan to'p kelamiz. Savollar bo'lmasa o'quvchilar darsimizni yakunlaymiz.